Nimaga O'zbekistondagi boy tadbirkorlar Xitoyga kelganda YeU bozoriga kelishadi? Nima uchun? Bu yerda nimadir bormi? Hozir men sizlarga mana shu bozorni to'liq obzor qilib beraman. Qani ketdik. Tadbirkorlik bilan shug'ullanadigan insonlar uchun YeU bu pulning makoni hisoblanadi. YeUga bitta O'zbekistondan emas, butun dunyodan biznesmenlar kelib, Optimga tovarlar xarid qilishadi. Bu yerda eng kichik ignadan tortib katta asbob-uskunalargacha bor. Elektronika, uy-ro'zg'or buyumlari, kosmetika, kiyim-kechak, xullas hamma turdagi tovarlar bor. Hattoki mana bunaqa 2 yuanli do'konlar bor. Bu yerda hamma tovar 2 yuandan, ya'ni o'rtacha bizning pulga 3,5 ming so'mdan to'g'ri keladi. Bozorning kattaligini hisobga olsak 550 gektardan iborat. Bu yerda o'rtacha 75 mingdan ortiq do'kon bor. Har bitta do'konni 1 minutda aylanib chiqqan taqdiringizda ham siz bozorda aylanib chiqishingiz uchun 138 kun vaqtingiz ketadi. YeUda siz ishlab chiqaruvchilardan to'g'ridan-to'g'ri sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni birinchi qo'l. YeUdan tovarlarni o'zimizdan Optimlardan 2-3 barobar arzonga olib, uni O'zbekistonda onlayn sotib daromad qilmoqchi bo'lsangiz, men sizga buni bajonidil o'rgataman. Kelish uchun Xitoy so'zini menga yozib yuboring, men sizga Xitoy bo'yicha to'liq informatsiyalar tashlab beraman. Aytgancha obuna bo'lishni unutmang.